Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, 4 yil ofini obunachilari sog' salomat deb so'raman. Xudo xolasa endi aradan shuncha vaqt o'tdi. Vaqtimiz bo'lmay turibdi video chiqarishga. Qo'ldan kelsa video chiqarishga harakat etdik. Yana 4 yil ofini ustalari shunday ishlarni ishlab yotibdi, mashg'ul bo'lib. Ertaroq video chiqarib edik. Shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar deb ekranda nomer qoldirdim. Shortsda tushdi video. Shortsda ko'pchilik gördü görmedi. Favori bormi yo'q bilmayman. Shunday ishlarni boshlaganimiz haqida videolarni chiqarib edik. Xudo xolasa yana sizlarga ozgina ko'rsatib o'taman. Yana xudo xolasa bularni shunday ishlarni ishlab yotibmiz. Xudo xolasa buni ichi atachenki bo'ladi. Krasi har xil zakazga qarab, hozirni uyni egasini zakazini qarab ishlab beryapmiz. Xudo xolasa bitgandan keyin ham bir video chiqarib berishga harakat etaman. Qanotlarga qarasanglar, xudo xolasa tayyor bo'lib turibdi bu krasiga. Krasiga tayyor bo'lib turibdi. Ekran ishlangan, hamma ekran. Krasiga tayyor holatda bo'lib turibdi, xudo xolasa. Tomosha etib, like'larni bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Salom, minatlarni qadrlagan holatda like'larni bosib, ko'pchilik yetib borishini sababchi bo'lman. Kuxni. Kafe bo'ladi. Xudo xolasa endi shunda kafeni boshlayapmiz. Ko'pchiliklarni mana ishlash jarayonlarini boshlab bitganini boshlanish jarayonlarini bo'yib o'tamiz qo'ldan kelsa bo'ladi. Şimdi fonda remote xizmatlari bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, bemalol ishlab beramiz. Elektrik xizmatlari ham bor joyda. Usta obunachilar bu narsalar bari. Obunachilarga nima deymiz? Mana shu ish, mana mehnat ko'rib turganlaringda, mana shu ishlarni qo'ldan kelgancha tuzatyapmiz. Hammasini qo'ldan kelgancha yaratyapmiz. Shunda sizlarga nima deymiz? Sizlarga ham shu ishlarni taklif qilamiz. Agar bo'lsa, kerak bo'lsa, mana shu ishlarga shunaqa ishlar qilamiz. Ekrandan nomer qoldirib o'tamiz, bemalol telefon uraverasizlar. Shunday. Hazırını iyiliği geçin zakazına qarab bemalol ishlab beramiz. Ammo yo'q. Buralarni buyurib o'tarasizlar. Elektrik xizmatlari ham bor bizda. Xudo xolasa bugun prizani boshlaymiz yana koridorni. Mana ish jarayonlarini qo'yib o'tamiz. Qo'ldan kelsa qo'llab-quvvatlab like'larni bosib mehnatimizni qadrlagan holatda ko'pchilik yetib borishga sababchi bo'lib, tarqatib obuna bo'lib qo'yamiz. Duoda bo'linglar. Yetkazgan vaqtingiz rozi bo'lsin.